faxriy qorovulda qizlar juda ham kam, lekin sal qiyin bo'lganu, baribir bolalarga nisbatan biza qizlar, ayollar ojizmiz. Bizga yordam berishgan, o'rgatishgan. 2019-yil sentyabr oyidan safga kirgandim. Harbiy sohani tanlashim sababchi o'zim bo'lganman, chunki yoshligimdan harbiylarga forma kiyganlarga rosa havas qilganman, orzuim bo'lgan. Boshida uydagilar qarshilik bildirishgan, lekin baribir farzandlarini orzularini sindirmaymiz deb mayli bir sinab ko'rsin qizim deyishgan. Oxiri shu niyatimga yetdim. Forma kiydim, vatanga xizmat qilyapman. Maqsadlarimning biri bu harbiy faoliyatimni oxirigacha xizmat qilish. Bizlarni ko'rib havas qiladigan qizlar juda ko'p. Ularga tavsiya qilaman. Birinchi o'rinda o'qish, jismoniy shug'ullanish. Faxriy qorovul safidagi qizlar yana ham ko'payishini xohlardim.